Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi avto hududimizda BMW i5 35L M custom shimida deylik. Bugungi avto nigohimiz orqali mashinani birinchi bo'lib narxi 54 ming, tashqi dizayni to'kda yuradimi, suvda yuradimi farqi yo'q. Bo'ldi. Mashina ko'rdi bo'ldi. Odamlar uje boshqacha o'ylashni boshlaydi siz haqingizda. Va albatta ichki dizayni. Ichiga o'tirdim. Embed yoritib tizimini yorib o'rganlar. Menga yoqdi, bilmayman. Ko'pchilikka yoqmagan archalar ham degan, u degan, bu degan, lekin menga yoqdi. Masalan, mana qaranglar, yoqadigan bo'lsa, kamchiliklari mana u ho'kizdek bo'lmagan bir. Qaranglar, shuncha joy qolib ketganda, aytmoqchimki, elektromobil bo'lsa, maylarni ochib, teshiklar qilib, narsalar qo'yib, xolodilniklar qo'yib tashyapti. Va afzalliklari. Boshqarishim ham oson. Qaranglar, ushashim juda ham qulay. O'rindiqlari ham juda ham qulay. Shahar ko'chalariga olib chiqib test drive qilamiz. Atrofingizdagilar baribir siz BMW'ingiz bor deb o'ylaydi. Bu i3 mi, i5 mi, farqi yo'q. BMW. Xulosa bilan o'rtoqlashamiz. Sizlar tayyor bo'lsanglar, men boshladim. Ketdik. Birinchi bo'lib YouTube'ga videoni qo'yishingiz bilan hali ko'rmasdan beriladigan savol, narxini yozib qo'ymabsiz. U qilmabsiz, bu qilmabsiz. Birinchi bo'lib narxi 54 ming. Pastda nomerlarni qoldiraman. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Qaytarib o'taman. i5 35L M custom shimida. Endi tashqi dizaynni gapirib o'tishdan oldin ozgina shu elektromobillar haqidagi fikrimni aytib o'tmoqchi edim. Bilamiz, elektromobillar ikkiga bo'linadi. Birinchisi shu noldan elektromobil bo'lib yasaladigan mashinalar bor. Bular ya'ni Xpeng aerodinamikalarini to'g'rilashib, mana batareykani joylashlarini o'ylashib, iloji boricha har bir teshikdan unumli foydalanishga harakat qiladi. Ikkinchi toifadagilar bo'ladi, shu benzinda yuradigan mashinani elektromobil qilib qo'yadi. BMW i5 xuddi shunaqasi. Bu o'zi bu mashinaning shassisi benzinda yurishga mo'ljallangan. Shu sababli ham mashinada bir nechta kamchiliklari bor. Buni video davomida aytib o'taman. Undan oldin tashqi dizayn haqida gapirib o'tmoqchiman. O'zi bilamiz, tashqi dizaynda shu 2023-yillardan boshlab BMW ozgina o'zgartirishlardan boshladi. Ya'niki mana burun qismini katta qilib yubordi. Juda ham katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Kimlargadir yoqdi, yoqmadi. Endi odam sekin ko'zi o'rganib boryapti. Masalan, men neytralman. Menga unchalik bilimim ham qoldi, bilmadim. Odamni bir odamning yuzida qanaqadir holimi, sal o'zgarishlari bo'lsa, qarab yuraversangiz bilmaysiz. Masalan, menda ham xuddi shunaqa. Bitta qulog'im kichkinaroq, bittasi kattaroq. Tashqaridan qaragan odam bilmaydi. Ya'ni undan xuddi shunaqa aytmoqchi bo'lganim, ko'z o'rganib ketadi baribir. Mana odamlar e'tibor bermaydi borgan sari. Endi bunda odamlar asosiy e'tibor beradigan narsasi mana narsaga bo'ladi. Bu mashina benzinda yuradimi, gazda yuradimi, to'kda yuradimi, suvda yuradimi farqi yo'q. Bo'ldi. Mashina ko'rdi bo'ldi. Odamlar uje boshqacha o'ylashni boshlaydi siz haqingizda. Endi tashqi dizayni juda ham nima desam ekan, juda ham bo'rttirib olmagan. Bilamiz, xitoyliklar bu yillarga kelib bir o'rtalarga chiziq qildi, ko'zini bu yoqqa qildi. Uzoqni yoritadigan chiroqlarni pastga qilib ko'rdi, hech qilib har balo qilib ko'rdi, lekin BMW unchalik bormadi. Baribir nemislarni ishni vaqtida qilishi, ya'ni juda ham chiroyli qilinishi bilinib turadi. Masalan, chiroqlarni joylashuviga e'tibor beraylik. Juda ham chiroyli, masalan, kunduzgi yoritgich chiroqlari ham soddagina, oddiygina ko'pchilik yoqadi. Chiroqlarga gap so'z bo'lishi mumkin emas, BMWda juda ham ajoyib chiroqlar. Endi yon tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, teshiklari bor. Aerodinamikani yaxshilash uchun ishlaydi. Pastda radiator panjarasi kerakli sovuq kerak bo'lganda ochiladi, yopiladi. Endi bu elektromobil bo'lganligi uchun mana bu joyi yopiq. Endi buni 45L Night paketlari bor, uni qoraytirilgan bo'ladi. Buni ham o'zimiz agar kimlargadir yoqmasa qoraytirib olish ham mumkin. Shunaqa. Endi sekin-astalik bilan yonga o'tadigan bo'lsak, g'ildiraklar ko'zga tashlanadi. Dizayn taraflama chiroyli. G'ildiraklar deb o'ylayman. 19 radiusli. O'zi BMWni dizaynerlari juda ham yaxshi ishlaydi. Bu ham unaqa yomon g'ildirak emas. Mana i3da bir tushunarsiz g'ildiraklar bo'lardi. Bularga kelib mana yaxshi bo'pti, albatta. Endi bu tarafda yonida parktronik sensorlari bor.
BMWni parktronik sensorlari juda ham zo'r. Masalan, mana bordyurga kelayotgan bo'lsangiz, bordyurlarni ko'rsatib turadi, balandligi bilan ko'rsatib turadi. Juda ham yoqadi menga. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi bu yoqda quvvatlash porti bor. Quvvatlash portining tepasida o'zimiz yopishtirmaganmiz, zavod tomonidan yopishtirilgan haqiqiy M belgisi. Bu yoqda sekin quvvatlash porti, narigi tarafda esa tez quvvatlash porti bor. Yopil. Shunaqa. Bu yon tarafga keladigan bo'lsak, an'anaviy oynaklari bor, kattagina, kerakli, juda ham yaxshi oynalar deb o'ylayman. Endi eshik tutqichlari ham an'anaviy. Endi 2025-yildan boshlab, 2026-yildan boshlab dedimi, xullas sho'ng'iydigan, chiqadigan eshiklari sekin astalik bilan yo'qotilar ekan, chunki bu avariya bo'lganda bu shunaqa sho'ng'iydigan chiqadigan eshiklar yaroqsiz bo'lib qolar ekan. Ya'ni qisilib qolsa, sinib qolsa chiqara olmaysiz. Odam o'lib ketishi mumkin, ichida yonib ketishi mumkin. Endi bularda mana an'anaviy eshik, bunday qilsangiz ochiladi, bunday qilsangiz yopiladi. Endi birinchi bo'lib o'sha minusiga keldim. BMW bu yerda nimani o'ylagan tushunmadim. Gallewagen G63 qilib ko'raman deb o'ylaganmi? Tushunmadim. Eshik ochilib yopilishini qarang. Yumshoqroq yopilishi kerak-ku, qarang. Qulog'imga bittasi, yuzimga bitta shapaloq bilan urayotganga o'xshaydi. Ichida o'tirsangiz juda g'alati eshitilar ekan. Bilmayman, nimasini almashtirishgan. Buni almashtirganmi? Mana shuni mexanizmni almashtirganmi? O gakaviy mashinami bundan yaxshi yopiladi, qaranglar. Men xuddi kimdir qarsilab yopayotganga o'xshaydi, bor. Tushuna olmadim. Sekin yonga o'tadigan bo'lsak, i5 35L bilamiz, bu Xitoyda ishlab chiqaradi. Bu xitoylik o'lgurlar o'zlari kichkina bo'lishiga qaramasdan, bilmayman, uzun mashinani yaxshi ko'radi, bor. Bu i5 o'zi 5 metr. O'zing bir maksimum bo'lsang 55 kilo kichkina odamsan. Bunaqa katta eshiklarni nima qilar ekan deb o'ylayman-da, bor. Mana. Bu o'sha 35L degani, long degani. Bu eshigi kattaligini qaranglar. Hamma mashinalar 35L, 45L, nimadir L shunaqa bo'laveradi. Orqa eshigi ham shunaqa yopilyapti. Faqat mana shu eshik ishlamayaptimi desam, bu eshik ham shunaqa yopilyapti. Bilmayman, bizda bu bunaqa yopilishni bilmadim, nima bo'ladi. Endi bu katta o'zgarishlarning bittasi mana shu yerda o'zgarish ham bor. Bu sizning mashinangiz 5-seriyaligini yonidan bilib tursangiz bo'ladi. Kech payt yonadi, bu chiroyli bo'lib yonadi. Endi sekin astalik bilan orqaga o'tadigan bo'lsak, endi orqa faralariga e'tibor beradigan bo'lsak, chiroqlariga. Juda ham chiroyli ham emas, xunuk ham emas. Bilmadim. Endi bunaqa chiroqlarchi, yillar davomida ham o'zini aktualligini yo'qotmaydi. Chunki juda ham bo'rtirib olmagan yoki bir oshirib olmaganda, xullas. Shu. Mana i5 yozuvi bor, 35 e-drive. Benzinda yuradi deydi. Parktronik sensorlari bor, juda ham yaxshi va kamerasi bor. Nimasi yoqadi bilasizlarmi? Mana qaranglar. Agar qishda yonib bo'lib ketsa, ayta suv sepib tozalab turadi. Mana mashinalariga o'ylab qo'yadi. Bu mashina 50 yildan beri chiqadi. Bu 8-avlod mashinasi. Endi mana shu seriya, mana shu kuzov demoqchiman-da. Bu o'ylanmagan narsasi yo'qda, bu yerda hamma narsa o'ylangan o'zi. Endi orqa yukxonasi albatta elektr kuchaytirilgan. Orqa yukxonasi ham anchagina chuqur, e'tibor berib qo'yamiz. Bundan tashqari mana yerda ham yana joy bor ekan. Agar nimadir ilib qo'ysanglar bo'ladi. Olmay karishga 3 kilogacha plus minus mumkin. Bu yoqqa ham nimadir qo'ysanglar bo'ladi. Orqasi o'rtacha katta. Shunaqa. Mana bossiz yopiladi. Endi texnik ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, ochamiz, 2 marta tortishingiz kerak bo'ladi. O'zi bilmayman, bu mashinani yangi nimcha shovqin qilasiz. Yangi haydovchilar uchun sal noqulayroq bo'lishi mumkin. Chunki oldi juda ham katta-da, qaranglar. Bu yangi sho'pim uncha anaqasini ola olmaydi yo'lda, kengliklarda, burchaklari anaqa hisobga ola olmasligi mumkin va yonlarini qirib olishi mumkin. Shu sababli boshda o'zingizlar haydab turasizlar. Xo'p. Endi keyingi katta minuslardan bittasi bu mana oldida joy yo'qligi. Bilamiz, ko'p elektromobillarda bor. Hozir BYDlar ham o'sha
Sil oilalari oldiga joy qo'yilishni boshladi. Teslada hamisha bo'lgan, endi BMWda bu endi o'zi tagi benzinda yuradigan mashina-yu, qaranglar. Mana shuncha joy bekor bor, yotibdi mana. Endi bu mashinani benzinda yuradigan joyda mana shu yerda motori bo'ladi, gibrid bo'lib ketgan, o'sha gibridlar joylashgan bo'ladi. Bu yerda qaranglar, mana hech narsa yo'q deyarli. Elektromobil uchun kerakli bo'lgan narsalar bor. Bo'm-bo'sh. Xo'p, endi umumiy texnik ma'lumotlarga yuzlashadigan bo'lsam, bunda 79 kilovatli batareya joylashgan. Bu mashinani to'liq quvvatida 567 kilometr masofa bosib o'tishi ta'minlaydi. CLTC'da mashina 0 dan 100 gacha 607 sekundda tezlashadi. 289 ta ot kuchi bor, 410 aylanish lahzasiga ega va bitta elektromotor joylashgan, orqada 210 kilovatli. Endi shu texnik ma'lumotlar bor qo'limizda. Oldi qopqog'ining kattaligini qaranglar. Endi nimasi yaxshi bu? Xavfsizlik tomonlama yaxshi. Oldidan qanaqadir zarba bo'ladigan bo'lsa, uzunligi sababli bu yoqdagi odamlar sog'-omon bo'ladi. Endi yon tarafdan ham juda ham yaxshi himoyalangan. Buning sababi batareyasi bor. Bu ham bu yoqdan bo'ladigan zarbalar uchun ham odam ichidagi ancha xavfsiz. Mana Bayg'ishi motor wagon deydi. Shunaqa. Mana kirgizib qo'yamiz endi. Shu mana. Ko'rdinglarmi, katta minuslardan bittasi. Qarsakni yopib qo'yishimiz kerak. Xo'p. Shunaqa gaplar. Endi mashinani ichki dizayniga o'tirishdan oldin albatta eshigi haqida gapirib o'tamiz. Shu bilamiz, BMW ko'p mashinalariga asos vazifasini ta'minlab beradi. Ya'niki Mercedesga o'xshab bular birinchi foydalanadi, keyin qolganlar davom ettiradi. Ya'ni o'ylab topadi demoqchiman. 35L sal oddiyrog'i-yu endi. Shu sababli bu yerlarda oddiy eko charm ishlatilgan mana. Pastroq tushadigan bo'lsak, mana bu ambient yoritish tizimi juda ham zo'r qilingan. Buni ichida qaranglar, markaziy qulflash, o'rindiqlarda xotiralar joylashgan, juda ham yaxshi qilingan. Pastda oddiy oynalarni ochib yopish tizimi oddiy qilingan. Pastda orqa xonani ochish va yerda esa ovoz chiqarish tizimi. Endi bilamiz, yuqoriroq pozitsiyasida bu 35L, buni 45L bor, undan keyin 60M bor. Bunisi juda ham baland. Ana Baugen Wilkinson degan ovoz chiqarish tizimi bilan jihozlangan. Bunda esa oddiy bir 8 ta dona ovoz chiqarish tizimi bilan jihozlangan. Bu eng past bo'lganligi uchun. Xo'p, bu yoqda o'rindiqlarimiz isidi, soviydi va elektron tarzda boshqariladi. Hech qanaqa massash tizimi yo'q bu yerda. Bundan tashqari, mana bu yerda alohida e'tibor berishimiz mumkin, rul tizimi mexanik elektron tarzda chiqadi, tushadi, kiradi, tepaga chiqariladi, juda ham yaxshi qilingan. Va chiroqlari boshqarish tizimi bu yonda. Ajoyib qilingan. Xo'p, o'tiramiz. Voy, bitta narsasi yoqadi menga, baribir yillar davomida bu mashinani ustida shunaqa kuchli nemis injenerlari, yana shu katta olimlari ishlanganligi bilinib turadi. To'g'risini aytadigan, tan oladigan bo'lsa, chunki mashinaga o'tirganingizdan keyin bilinadi. Juda ham mashinani o'sha ayniqsa rul oldida o'tiradigan odam uchun hamma butun e'tibor shu odamga jalb qilinganligi. Chunki mana o'tirdim, hamma narsaga qo'lim yetishi oson, rulni boshqarishim ham oson. Qaranglar, ushashim juda ham qulay. O'rindiqlari ham juda ham qulay. Yillar davomida ishlanganligi bilinib turibdi-da baribir. Shuni aytib o'tmoqchi edim. Endi bu mashinani birinchi ishlab chiqarilganda o'sha Zikr 001 bilan solishtirdi, to'g'ri. Ko'p tomonlama Zikr 001 ga yutqazishi mumkin, lekin brend va buni joylashuv mashinani endi haydashi unchalik bir-biridan farq qiladi-yu. Endi o'tirish, joylashuv va boshqa dunyoda baribir. Mercedes ham boshqacha, bu ham boshqacha. Chunki yillar davomida ishlab kelinganda bu, sayqallanib kelgan. Shuning uchun u solishtirib bo'lmaydi bu mashinani ular bilan. Xo'p, ichiga o'tirdim. Ambient yoritish tizimini yorib yuborganligi menga yoqdi, bilmayman. Ko'pchilikka yoqmagan, archalar ham degan, u degan, bu degan.
lekin menga yoqdi. Masalan, mana qaranglar, yoqadigan bo'lsam, voila. Chiroyli, zamonaviyda, bilmayman. Ko'pchilik yoqmasligi mumkin, menga yoqdi. Undan tashqari bu mexanik tarzda boshqariladi havo oqimi. Mana shuni yaxshi qilishibdi, bilmayman endi. Yo'lda ketayotganingizda boshqarish osonda. Xo'p, kattagina mana ekrani bor, qayrilgan. Markazda qancha yurishi, batareykasidan qancha foizi, shunga o'xshagan ma'lumotlar bor bunda. Bu yoqqa kiradigan bo'lsangiz, Apple CarPlay, Android Auto bunda simsiz bog'lanadi. Bemalol bog'lab olib, o'sha o'zingizlarning ishinglarni qilib ketsangiz bo'ladi mashinada. Juda ham tushunarli qilingan. Yuqoriroq pozitsiyalarda bilamiz, daraxt bo'lishi mumkin yoki karbon bo'lishi mumkin, bu shaybalari xrustal bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan narsalar bo'lishi mumkin. Xo'p, rul tizimi ham qulay, aytib o'tdim, bu endi boshqa dunyo bu mashinalar. Baribir ko'p yillar davomida ishlanganligi bilinib turadi. Bunaqa joylarni tekis qilib qo'ygan, endi ham chiroyli bo'libdi. Voy, ovozlari ham yaxshi yomon emas. Endi bu yoqda o'sha simsiz quvvatlash tizimi bor. Bu yoqda ham bo'lishi kerak. Bu yoqda bir kishi uchun qo'yish uchun joylar bor. Bu yerda USB Type-C, bu yoqda start stop bor. Mana mashinamiz yondi. Ajoyib. Bilmayman endi. Baribir zamonaviylashib ketyapti. Mana auto hold tizimi bor. My modes bor. Shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Bilmayman, sport bor. Mana bosh mana. Bu sport. Bu o'zingizlarga sozib olasiz. Yana bir bola impressive, relax, digital art, silent bir baloqlar qilishibdi. Endi bilmayman uni kimlar ishlatadi. Bilmadim. Bu yerda oddiy o'sha tizimlarni boshqarish, radio, navigatsiya, shunga o'xshagan narsalar. Endi markazda esa kichkinagina joy bor. Endi keyingi minuslardan bittasini aytib o'tadigan bo'lsam, agar bu mashina elektromobil bo'lganda, hozir mana bu ho'kizdek bo'lmagan bo'ladi. Qaranglar, shuncha joy qolib ketganda, aytmoqchimki, elektromobil bo'lsa, maylarni ochib, teshiklar qilib, narsalar qo'yib, xolodilniklar qo'yib tashlabdi. Bu yerda o'sha bu mashinani benzinda yuradiganligidan, shu kuzov o'shini foydalanganligi uchun u yerlari yopib qolib ketgan. Yoki o'sha yerlariga batareykalar qo'yib, yana ham ko'proq yuradigan qilish kerak edi. Katta minuslardan bittasi shu, mana joy yo'q. O'tirasiz, joy yo'q. Shunaqa. Endi o'rindiqlari sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Yoningizdan quchoqlab oladi. Bu endi sportga yo'naltirilgan, baribir endi yillar davomida sayqallanib kelgan o'rindiqlar, rul, haydovchi joylashuv o'rni. Bilaman, zikrdan har tomonlama qolib ketishi mumkin, lekin bu inkor qilinmaydigan faktlar bo'ladi-ku. Shunaqa fakt. Inkor qila olmaysiz. Xo'p, orqaga o'tirish qulay. Mana ho'kizdek eshigimiz bor va mana orqaga o'tirdim. Endi orqada ikki kishi ketish uchun qulay, haqiqatan qulay. Mana o'tirdim, joylashdim, boshim tepasida joy bor, oyog'im oldida joy bor. Mana eshikni yopdim. Ikki kishi maza qilib keta oladi orqada. Tan olish kerak, maza qilib ketadi. Lekin 3 ta odam keta olmaydi. Chunki bu aytib o'tdim, keyingi minuslardan bittasi mana. O'sha benzinli mashina bo'lsa, ana oldidagidan ana o'q kelib, orqa g'ildiraklarni harakatga keltirish kerak-ku. Shu qolib ketgan. Bu yoqqa bu yoqqa o'ta olmaysiz. Nariyoqdan aylanib chiq deyishingiz kerak bo'ladi har doim. Shunaqa. Nima bor yana? Bu orqa yo'lovchilar uchun keyin olib turib tirsak qo'yish uchun joy bor, suv qo'ya olasiz. Bu yerda nimadirlar bor. Xo'p. USB Type C razyolarni qo'ysangiz bo'ladi. Mana orqa havo oqimini boshqarsangiz bo'ladi. Mana issiqni qilsangiz bo'ladi. Ya'ni ana 3 ta diapazonlik klimat kontrol. Bu yoqqa alohida, bu yoqqa orqadagilar uchun alohida. Bo'ldi. Shunaqa gaplar. Bundan tashqari kattagina panoramamiz bor, ochilmaydi, lekin bor. Mana. Hammasiniki bu yoqdan qarab kelsa, buniki bu yoqqa qarab ochiladi. Kech payt ochib olib, yomg'irda ochib olib yursanglar bo'ladi. BMW Bayrishi motorwagen deydi. BMW. Mana yoqdik. Orqa yo'lovchilar uchun issiq boshlandi. Nimaga alohida e'tibor bering? Elektromobil bo'lishiga qaramasdan qo'y yig'i issiq chiqar ekan. Bilmayman, mana shu elektromobillarni shunaqa issig'ini tekshirib yuraman. Bor har doim qanaqa isitadi. Mana bu pastani Cobalt'ga o'xshab isitadigan joyi ham bor ekan. Shu. Endi test drive qilamiz. Mana shu 45L bo'lsa kerak, uni ham test drive qilishyapti. Qarang, sal boshqacharoq.
sal anaqa body kitlar bor ekan. Xiaomi'lar u yoqda ham suratga olish jarayoni davom etmoqda. Test drive qilamiz, ketdik. Xo'p, mana test drive ham boshlayapman. Ko'rdinglar? O'tirdim. Eshik yopilishimi? Eshik yopilishi. Nima qildinglar? Biroq rezinka 2-3 qavat qo'yib qo'ymadinglar. Akkuratni. Zip etib yopilsin. Voy. Bir qattiq yopamasam yumshoq yopiladim deyman. O'chib tur-ey. Kerak emas hozir bizga. Hozir yuragim siqilib qoldi o'sha eshik g'alati yopilayotgani. Har safar qulog'im tagida kimdir shapaloq bilan urayotganga o'xshaydi. Yoqmaydi-da, mana bunaqasi. Voy. Hop, mana. Hop, kamarni ham tiqib oldim. Hop, yoniklari kattagina. Hop, startni bosdik, mashinamiz yondi. D ga qo'ydim. Harakatni boshladim. Mana. Voy. Aytib o'tdim-ku. To'g'risini aytadigan bo'lsam, ichiga o'tirganingizda oldi qopqog'ning uzunligi sal xalaqit berayotganga o'xshaydi, lekin o'sha anaqalarimiz yordam beradi bizga har doim. Kameralarimiz 360 yo'q. Chunki bu arzonroq versiyasi bo'lganligi uchun, lekin mana park-control sensorlar butun atrofda bor. Sizga har doim yordam beradi. Bundan tashqari parking assist tizimimiz ham bor ekan. Kameralarning ko'pligi mana to'g'ri, bunda lidar, radar tizimi yo'q, lekin o'sha balandlikka chiqqanda to'xtash yoki peshexod chiqqanda, oldidan nimadir chiqqanda to'xtash, chiqish, tushish, o'ngga yurish, chapga yurishlari shular boshlab bergan-ku boshdan. Shu yaxshi ishlaydi demoqchiman. Yaxshi ishlaydi. Sifatli ishlaydi. Mana. Mana yuradigan bo'lsa ham yomon emas. Boshqarilishi ham o'tkir. Aytib o'tishim kerak, elektromobil bo'lgani bilan ham baribir o'sha benzinga yo'naltirilgan, har tomonlama tekshirilgan bu mashina. Baribir yo'lda yurishi boshqacha. Zikrdachi, to'g'riga yursangiz boshqacha yuradi. Haqiqatan ham. Lekin o'ngga, chapga anaqa kesib yuradigan bo'lsangiz, BMWga yetadigani yo'q. Elektromobil bo'lsa ham farqi yo'q. Yetadigani yo'q. Qaranglar, mana to'g'riga ham yurishi mumkin. Lekin mana o'ngga, chapga qiladigan bo'lsa, burchaklarga kirishi osonroq. Zikrda unaqa emas. Tan olish kerak. 001da. Ana sun'iy bo'rttirishlardan o'tyapman. Yaxshi o'tyapti. Quloqqa urish yo'q, belga urish yo'q. Eshigini hisobga olmaganda. Nimaga bunaqa eshik qilishdi? Nimadan qisib qolishdi tushunmadim. Baraka topinglar. BMW bo'lsa, i5 bo'lsa, nima u qolishi? Mana eshigini yumshoqroq yopiladigan qilsangchi. To'g'ri, chet elda, Amerikalarda, Xitoylarda balki eshigini qanaqa ochilib yopilishi muhim emasdir, lekin bizga muhim, o'zbeklarga muhim. Yo'q, bizda eng asosiysi bashi eshik. Bilmayman, qayerga bu joyga borsangiz birinchi eshigini ochib yopib ko'radi. Deydi. Yaxshi yopilmas ekan deydi. Mashina yaxshi ekan, eshik yaxshi emas ekan deydi. Bilmayman nimaga unaqa. Bizda shu qon-qonimizga singib ketgan shu eshik. Eshigini yaxshi qilib beringlar, baraka topinglar. Ichimdagi gaplar chiqib ketdi, xafa bo'lmaysizlar. Shunaqa. Qaranglar, yurishini qarang buni. To'xtatisizmi? Sal kamlik qilyapti, chunki mashinamiz og'irligi uchun. Mashinamiz og'irligi uchun sal yetishmovchilik bo'lyapti. Xo'p, tok sarf xarajati 21.800 kilometrga. Endi hozir yuribmiz-da endi xohlaganimizcha. Oynalarni yopib qo'yamiz. Qalinligi yaxshi, bir qavat. Shovqin tizimi haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, shovqin tizimi ham yomon emas. Lekin umumiy olib qaraganingizda baribir
hashamatdorligi bilinib turibdi-da mashinani borim. Hashamatdorligi bilinib turibdi. O'tirasiz, siz bilishingiz mumkin, mashina necha batareyasi, sarf xarajati qanaqa, 0 dan 100 gacha yurishi qanaqa, boshqa informatsiyalar bilishingiz mumkin, lekin atrofingizdagilar baribir siz BMWingiz bor deb o'ylaydi. Bu i3 mi, i5 mi, farqi yo'q, BMW. Jab ko'zga yomon ko'rinayotgan bo'lsa, o'sha Xitoydan zakaz qilasiz. Million xil body kiti bor. Har xilidan qolib yursangiz bo'ladi. Yoqmayotgan bo'lsa deyman, tashqarida yoqmayotgan elementlarni bo'yab olsanglar ham bo'ladi. Xotirjam yurish uchun ham qulay. To'g'ri, minuslari sal ko'proq shu elektromobil bo'lmaganligi uchun. Lekin narx arzonroq, 54 mingga i5 35L 567 km yuradi. 0 dan 100 gacha 6-7 yurishlariga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Va nima yana? Mana 22-23 adaptiv osmalar zo'r. To'g'ri. Zikrdan nimadirlardan qolib ketishi mumkin, lekin zikrni olasanmi, buni olasam degan taklif bo'lsa, shaxsan o'zimga shuni olaradim. Bu yoqda napacharim, alkantara, hamma narsa bo'lishi mumkin, lekin drive kelganda sal oqsoqlanadi-da baribir zikr. To'g'riga zo'r yuradi baribir. Lekin BMWda drive keyin tashqi tarafdan e'tibor ham sal yuqoriroqda zikrga nisbatan. Qaysi tarafda xavf bo'lsa, o'sha tarafdan ovoz keladi. Ya'ni chap tarafimda nimadir bor mana. Mana hammasini chiroyli qilib sensorlar juda zo'r. Mashinalariga gapirib